Guliston shahridagi musiqali drama teatri hududi bugun yoshlar bilan gavjum. Bu yerda Sirdaryo viloyati kasbiy ta'lim boshqarmasi tashabbusi bilan kasblar festivali tashkil etildi. Festival yoshlarni zamonaviy va mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga yo'naltirish, texnikumlardagi imkoniyatlarni yaqindan ko'rsatish maqsadida o'tkazilmoqda. Tadbirda viloyatdagi 22 ta texnikum o'z pavilyonlari bilan ishtirok etmoqda. Har bir maydonda amaliy mashg'ulotlar, innovatsion ishlanmalar va zamonaviy uskunalar namoyish etilmoqda. Yoshlar bu yerda faqat tomoshabin emas, ular o'zlari qiziqqan yo'nalishlar bo'yicha mutaxassislar bilan muloqot qilib, kelajak kasbini tanlash borasida maslahat olmoqda. Festival doirasida kasbiy amaliyotlar, ko'rgazmalar va texnikumlar faoliyatiga oid taqdimotlar ham tashkil etildi. Tadbirga tashrif buyurgan ota-onalar va mehmonlar ham kasbiy ta'lim tizimida yaratilayotgan imkoniyatlarni yuqori baholashmoqda. Kasblar festivali yoshlarning kelajak kasbini ongli tanlashi, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishiga xizmat qilmoqda. Sirdaryoda esa bugun kasb tanlash shunchaki tanlov emas, kelajakka qo'yilayotgan aniq qadam sifatida ko'rilmoqda.